Ammo qulog'im tagida uning issiq nafasi va ovozini eshitganimdan so'ng ancha tinchlandim. Daniel, u qo'lini og'zimdan olgan payti qayta gapirishga tushdim. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Ko'rishni xohladim seni. Hali ham ikkinchi qo'lini belimdan olmagan kuyi bo'sh qo'li bilan ochiq yelkamda silashga tushdi. Daniel, iltimos, ertalab jazolanish haqida aytgandim, agar esingda bo'lsa. U shunday deb juda yengil harakat bilan meni ko'tarib yotoqqa qo'ydi. Yurakkinam dukullashi qulog'imni yoraman deyapti. Daniel, men tinchlan, joningni olmayman. Faqat ozgina sen bilan bo'lmoqchiman. Ko'zlaridagi miltillash tomirlarim bo'ylab mina kabi portlashni boshladi. U esa sekinlikda birinchi yuzimdan o'pib, ko'zlari bilan meni obdon kuzatdi. So'nggi nuqta lablarimda to'xtab, astalikda labini bosdi. Men jimman, qotib qoldim. Nafasim ichimga tushib, qaytib chiqmay qoldi. U mendan bo'sa olarkan, dam-badam terimdagi titrashni u ham sezdimi? Mendan sal uzoqlashib, qayta yuzimga tikildi. Sen menikisan, Maftuna. Seni qanchalar sevishimni bilsang eding, o'zingga o'zing havasing keladi. Daniel, nari turing. U lablarimga qayta labini bosdi. Va yana o'sha holat. U har mendan bo'sa olganda ichimdagi mitti narsa qonimni qizdirib yuboryapti. U bo'sani uzgan zahoti men nafasimni rostlashga kirishdim. Ammo u faqat bo'sa bilan kifoyalanmoqchi emasdik. Lablari bo'ynim aralash, quloqlarim yonida sayr qilarkan, yana nafas olishni unutdim. Ko'zlarim o'z-o'zidan yumilib, uni erkalashi menga yoqyapti. Lekin bir zumga bo'ynimdagi o'pish o'rinni qattiq tishlashidan ko'zlarimni qattiq ochib, og'riqdan jonim chiqib uni itarib yubordim-da, yarim o'tirgan holda chuqurroq nafas olib chiqardim. Bir qo'lim bo'ynimda, u esa yotog'imda menga zimdan qarab o'rnidan turdi. Nega tishladingiz? Og'ridimi? Shu ham savolmi? Meniki ham og'ridi. Nimalar deyapsan? Tushunmay unga qaradim. Ammo u qayta burnimni tagigacha kelib, menga jiddiy qaradi. Qachon ketishingni aytmoqchi eding? Qayerdan bilding? Savolimga javob ber. Hech qachon. Eshityapsanmi? Biz unashtirildik degani meni butunlay erkinligimni cheklaysan degani emas. Buxoroga ketasan men bilan. Sen menga qara, Maftuna. Bu erkinlik emas, bu qaysarlik. Men o'qishing tarafdoriman, ammo mendan uzoqlashish emas. Daniel, yum og'zingni. Agar ketsang meni umuman yo'q deb hisoblada, o'sha aytgan o'qishni izidan ket. Uni keskin gapidan tilimga hech narsa kelmay qoldi. Yuragim og'ridi. Gaplaridan men ham shartta o'rnimdan turdim-da, qat'iy holatda unga javob qildim. Xohishing. Nima? Men baribir ketaman deyapman. Sen tugatmoqchi ekansan. Meni bunga qarshiligim yo'q. U jim qoldi. Ko'zlarida anglab bo'lmas hissiyotlar bilan qanday kelgan bo'lsa, shunday chiqib xonamdan ketdi. U ketishi bilan boyadan beri ushlab turgan ko'z yoshimga erkinlik berdim. Yuragim ustiga urib chuqur nafas olib chiqarishga tushdim. Bo'lmadi. Yerga o'tirib qolib, tinmay yig'ladim. Daniel anchadan beri o'zgargan, oldingidek emasdi. Ayniqsa o'qishim bo'yicha bo'ladigan hamma narsaga qarshi qilishga urinadigan bo'lib qolgandi. Mana bizni yakun shu yergacha ekan. Hammasi tugaganiga chiday olmay, gilam ustiga yotgancha faqat yig'ladim. Endi nima bo'lsa ham ketaman. Ertalabdan aeroport ichida uchadigan reysimni kutish bilan bandman. Daniel o'sha kundan so'ng hatto o'qishga ham kelmadi. Uni bir hafta bo'yi ko'rmadim. Ovozini eshitmadim. Ammo shuni bilyapman, men uni sog'inyapman. Yana yarim soatda ro'yxatdan o'tish boshlanar ekan. Biron narsa yeb olasanmi?
Akamning ovozidan boshimni tepaga ko'tardim. Ularga yo'q deb qayta xayolga berilishga tushganimda qo'limga berilgan gamburgerga va yonginamga qaradim. Hatto olib kelganimni ham sezmading. Nima bo'ldi? Akamning savolidan so'ng qanday yig'lab yuborganimni bilmay qoldim. Tezda yoshimni artib, shunchaki hech narsa. Demak, Daniel bilan aytishib qoldilaringmi? Aka, men unga tushunmay qoldim. Birdan keldi. Yo men bilan Buxoroga ketasan, yo meni unut dedi. Tushunarli. Sen o'ylama, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Indamadim. Balki yaxshi bo'lar, balki yaxshilikka. Qo'lingdagini yeb ol. Qorning och bilaman. Xo'p aka. Akam bilan xayrlashib, samolyotdan ro'yxatdan butunlay o'tib bo'ldim. Endi Daniel kelsa ham bu tarafga kira olmaydi. To'g'ri samolyotdagi joyimga borib, narsalarimni bagajga qo'ydim-da, styuardessaga meni bezovta qilmasligini aytib, ko'zlarimni yumib oldim. Oradan qancha vaqt o'tganini bilmayman, ammo meni turtishidan uyg'onib ketdim. Zo'rg'a eringancha samolyotdan ham tushib oldim va allaqachon 14:25 daqiqani ko'rsatardi. 2026-yil Ukraina. Bu yerda faqat biznikidan orqada, demak hozir Toshkentda 16:25 bo'lyapti. Aeroport tashqarisida ismini katta harflarda yozib olgan bitta sariq sochli qizni ko'rib hayron bo'ldim. Yoniga borganimda rus tilida qaysidir agentlik nomini aytdi. Univer barcha tashkiliy ishni bo'yniga olgandi. Shu uchun u tutib olgan taksiga o'tirib, Zalota Xora mehmonxonasiga yarim soatda yetib keldim. Hamma ro'yxatdan o'tishlarini bitkazib, jamadonimni sudragancha menga ajratilgan xonaga kirdim. Oldin issiq dush qabul qilib, so'ng hech narsaga qaramay uxlashga yotdim. Hatto sochlarimni ham quritmadim. Telefonimni esa samolyotda o'chirganimdan beri yoqmadim ham. Ertalabmi, kechmi bilmayman. Ko'zimni ochganimda xonam eshigi taqilayotgandi. Ochganimda mehmonxona xizmatchisi ekan. Ertalabki nonushtani olib kelib berdi. Uyqum ochilgancha xonada jim qoldim. Miyam hali ham o'ziga kelmagan, vaqt o'tgani sayin yomonlashyapman. Lekin insonda ko'nikish degan narsa bor-ku, o'sha menda ham bor. Mayli kelmasin, mayli kutmasin. O'z kuniga o'zi sog' bo'lsin deb univer meni jo'natgan maqsad va maqsadlarim ketidan chop qilishni boshladim. Tushlikdan so'ng Milliy univer qarshisida turib, izlagan insonim shu yerda bo'lishini iltijol qilib, ichimdan so'radim. Qabulxona oldida turar ekanman, yoshgina qiz yuzimga kulib, "Professor Merxan Sadiyevna xonasida" dedi. Quvonib ketganimdan turgan joyimda sakrab yuboray dedim-da, xonasi raqamini olib, chopqillab 3-qavatga liftsiz ko'tarildim. Bu inson shunaqa shaxski, ximiya bo'yicha Nobel mukofotiga da'vogarlik qilayotgan shaxslardan. Xonaga kirish oldi chuqur nafas olib chiqardim-da, sekin taqillatdim. Ichkaridan "Proшу, входите" degan muloyim ovoz egasi yangradi. Kirishim bilan xonada bir xil xlor hidini payqadim. Merxan Sadiyevna esa katta stolning yonida divanda oyoq cho'zib yotgan ekan. "Kechirasiz, hech qis yo'q, keling." Men bu ayolga o'zbek tilida gapiryapman. Professor esa rus tilida javob qilyapti. Ammo gaplarimga tushunyapti. Menga o'tirishga joy ko'rsatib, o'zlari ish stoliga kelib o'tirdi. Men aytilgan joyga kelib o'tirdim-da, o'zimni kim va qayerdan kelganimni tanishtirdim va ayol menga jilmaygancha, "O'z yurtingni odamini ko'rishi qanchalik zavq. Ayniqsa anchadan beri o'zga yurtda yashasang." Men ayolga faqat jilmayib qo'ydim. "Xo'sh, demak, yozuvchimisiz?" "Ha, xonim." "Aynan nimani yozishga kelganingizni bilsam bo'ladimi? Va suhbatimiz sizga qaysi tilda borgani yaxshi? Menga hayotiy film uchun ssenariy kerak. Oldin hech kimda bo'lmagan, xullas sizga qaysi tilda gaplashish qulay bo'lsa,
menga ham shu til ma'qul. Mayli, keling. Unda bir o'zbek tilida suhbatimizni davom etamiz. Ayolni rus tilida aksentsiz gapirishga qoyil qoldim. Sekin men sumkamdan oddiy qora bloknot va ruchkamni olib, stulimga yaxshilab joylashib oldim. Yozish, chizish bilan qilamizmi? Qarshi emasmisiz? Yo'q, albatta. Unda yana bitta narsa iltimos qilsam. Diktofonmi? Ayolni farosatiga tan berib, maylimi dedim. Bemalol.